Keling mana. Bunday qilamiz. Xo'sh keldi. Mana osh ko'tarib boshlagan edik. Bugun nasib qilgan ekan osh. Ularni ikkalamiz shunga qo'yamizmi? Ha, men to'yib qolaman lekin. Oling, choydan qani. Assalomu alaykum. Yaxshi osh bo'ldi bugun. Men bir bitta masala meni hayron qoldiradi. Mana xatirlarimiz yozyapti. O'tgan kun, bukvalno 2 kun ichida bitta video tarqaldi tarmoqda va Eltuzda ham e'lon qildik buni. Bugungi kunda odamlar ko'ryapti va 99 100 dan ziyod izohlar ham tashlanyapti. Ya'ni hozir men qo'yib eshittiraman boshda. Ko'rsinchi. Mana bu как собаку я его держу здесь. А вы Приблизительно. как к людям относитесь, да, как к собакам? Ну, к узбекам так отношусь, это как алабай. Знаете, есть собачка алабай, питбули, я к нему отношусь как это, ну, как к собаке. Вот у меня, например, собака, короче, вот моя собака, у меня овчарка, короче, она где-то приблизительно там, ну, по нашим деньгам, я не знаю, как у вас в Литве, по нашему это вот, ну, где-то выходит, ну, около 100 это евро, короче, она у меня только жрет, короче, это собачка. А почему вы говорите к узбекам только вы так относитесь? Они для меня это как собаки, принеси, подай, пошел, это не мешает. Очень. Приблизительно вот так. demak, mana shu mavzuda, ya'ni hamisha izohlarda Iltuzni so'kishadi, haqorat qilishadi, kurakda turmaydigan gaplar aytishadi. Biz go'yoki shunaqa bo'lib qolganmiz. Qo'yaylik. Ya'ni go'yoki mana shu nimaga ham izohlar qoldirishyapti, go'yoki biz o'zbeklarni haqorat qilyapmiz. Ya'ni bu e'tibor bersangiz bir tomonda rossiyalik o'tiribdi, boyagi o'zini Rossiyadan deb tanishtirgan odam, ikkinchi tomonda litvalik himoya qilyapti. Sen irqchimisan, fashistmisan, natsistmisan, millatchimisan, nimaga odam ajratyapsan deyapti. Sen odamni it o'rnida. U aytayapti, men odamni emas, o'zbekni it o'rnida ko'ryapman, o'sha alabay o'rnida ko'ryapman deyapti. Endi bitta shunday bir savol to'g'ri keladi-da. O'zbekistonda tashqi ishlar vaziri bor-da. Adashmasam, mana bu yerda Baxtiyor Odilov Saidov degan. Bu qanaqa inson bu? Tashqi ishlar vaziri. Tashqi ishlar vazirida. Bu insoniyatlik narsasi bormi? Davlat notasi qani? Ha? Bu haqda yozishmayapti, ha? Yo'q, davlat notasi qani? Nimaga endi masalan birgina G'ayrat Do'stov chiqibdi, prosta hech kimni haqorat qilmasdan gapirgani uchun 15 sotka. Bungachi? Bunga nima qilishyapti? Ko'rmagan, eshitmagan, qulog'i kar, ko'zi ko'r bo'lib qolyapti. Mana o'sha Baxtiyor Odilov deganlar bir inson darajasida bo'lsa-da, bir harakat qilmaydimi? Nima uchun tashqi ishlar vaziri? Davlat arbobi deb yozib qo'yibdi mana bu yerga. Katta qilibda Wikipedia'da davlat arbobi deb yozib qo'yapti-da. Qanaqa arbob bu? Biz uni bugun ko'ryapmiz, navbatdagi chinovnik va uni erishgan. Ya bu 22-yilda временный bo'lib kelib, 23-yilda to'liq tayinlangan 23-yilda. Mana Wikipedia'da ko'rsatyapti. Qanaqa bu davlat arbobi bu? Biz uni bilmaymiz, eshitmaganmiz, qachondir tashqi siyosatni belgilaganini, qanday belgilaganini ko'rishimiz mumkin. Mana gaz 100% Rossiyaga ketyapti, halokatli oqibatlar boisida masalan yerlardan otilib bir avariya holatda yotganini ko'ryapmiz. Keyin umuman yo'q, men tushunmaydigan narsa boshqa narsa. Mayli, ularniki o'zimiz ichki narsalarda. Bular bu narsani ko'rmaydimi? Siz bilan men ko'rgan narsa. Mana shu millatchilik. Ha, mana shu rus millatchilik. Ha, rus millatchiligini bular ko'rmaydim. Bular shunga nimaga bir og'izga bitta hech bo'lmasa nota qilib tashqi ishlar vazirligi nima uchun nima qilingan? O'zbekiston elchixonasi nima uchun o'tiribdi Rossiyada? Nima uchun ular nimaga tayinlangan? Nimaga xalq pulini oladi ular? Agar shungacha oddiygina narsa qilmasa, endi mayli prezidentni qo'ying, u hey bir chetga tursin u-da. Mayli undan o'sha odamlar qo'lini yuvib,
qo'ltig'iga urib, kerak emas deb Nimaga turibdi. Lekin undaysiz? U tashqi ishlar prezident-ku. yo'q, prezident, lekin u qarang. Shuncha odam 20 ta odam kuyib, yonib, ko'lib ketdi, prezident bo'lib chiqmadi. To'g'rimi? Chiqmadi. Arqonni uzun tashlab qo'yibman dedi. Vaqtida chiqib odamlarga arqonni uzun tashlab kerak bo'lsa tortaman dedi. Yer tagidan ilon qilsa bilaman dedi. O'sha ilonlar qizi bilan kuyovi ekanligini bildida, jim bo'lib ketdi. Yo'q, arqon ham chirib ketdi, bu ham yo'q. Biroq undan prezident yana nimalarni gapirmadi? Yangi O'zbekiston dedi. Qani yangi O'zbekiston shumi? Nimalarni aytib chiqmadi? Masalan, shu paytgacha agar hisoblayversangiz, aytaversangiz, bu 2 kun gapirishingiz mumkin. Uni 8 yildan bergan va'dasi orqasiga bunday qilib burilib qaramaydi. Yoki gapiradiganda hatto bunday qilib bir ko'zini ham olib qochmaydi-da, pirpiratmasdan ko'zini mana Dubaydan keldi. Majlis o'tkazdi. Shunaqangi siferlarni gapirib, agar bunday ochib qarasangiz, как будто erta-so'g'in O'zbekiston jannat bo'lib ketgan to'yda yerda siferlar, yerda aytiladigan so'zlar. Statistikani olib ko'rsangiz 60 milliard qarzimiz bor. Shu prezidentda bir narsa kutish mumkinmi? Mayli, uni qo'yingan chekdi, prezident emas, uni hikmatda aytyapti. Yig'ish Tashqi ishlar vazirligi, mayli prezident yo'q. Tashqi ishlar vazirligi qayerga qarayapti? Bunday qaraganda bu odamni aytgani masalanda bu ko'chadagi Sharikov deb olsak-da, lekin ko'z yumadigan narsa emas birinchidan. Uni ham jazosini berish mumkin. Yozishyapti, bu bo'mishku. Unga nima keragi bor biza? Ko'chada yurgan bo'mish, uni o'zbeklar xotinini bir narsa qiladi degan gaplarni yozishyapti. Qaranglar, bitta narsa esingizdami? Ukrainani boshlanishida Ukrainani nima deb haqoratdan boshlavdi o'rislar? Eslanmaysizmi? Ukrop deyishgan. Xuddi shunday ukropdan boshlanuvdi. Ukrop ko'rsatdi kim ekanligini. Bu ukropmi, u ukropmi? Mana 3 yildan beri natijasini xalq ko'rib turibdi. Butun dunyo ko'rib turibdi, ukrop kim ekanligini. Ya'ni bizning asabiylashishimizga sabab yo'q bu yerda. Yo'q, nimaga endi sabab yo'q? Boshlanish shunday boshlangan. Bu degani biz ham Ukrainada ko'rsatamiz degan ma'nosida emas. Biza Ukrain, u ham o'shani o'zi bir aka-uka ular. Bunday olganda-da. Bizani axir biza davlat bo'lganimizda, davlatchilik bo'lganimizda bu taxta nimada yurgan-ki bu o'rislar. Endi bugun kelib bizaga o'ris mana Samarqand, kuchugimni o'rnida nima qilaman deb aytdi. Alaboyni o'rnida. Alaboyni o'rnida mana shu ministrni, tashqi ishlar ministrini haqiqatan olib borib bog'lab qo'yish kerak. Mana senga Alabayr olib keldim deyish kerak. Haqiqatan bu Alabayr hozir. Da balki shunday-da, endi bu Alabayr. Ya'ni mana eshitadigan bo'lsa, hozirgi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri bu Alabayr. Haqiqatan buni olib borish kerak, o'shani qo'lga berish kerak. Mana senga haqiqiy Alabayrni olib keldim, buni olib qo'y deyish kerak. Boshqa nimaga turibdi bu yerda? Yo'q, endi odam jahli ham chiqmadi. Hozir umumiy nimaga birinchi eshitishim, gap so'zi eshitdim, lekin qanday aytilganligini eshitganim yo'q. Mana hozir siz qo'yib berardingiz, mana badallarim bajirlab ketaverdi uni aytadigan gapiga-da. Oxirigacha nima qilmadi? Mana shu xohlamadim. Ular ishlashga kelgan o'zbeklar va men ularni it o'rnida ko'rmayman, deyapti. Men eshitmadim oxirigacha, bajirlab ketdi. Qo'ying, shuni ochmang, shu kerak emas menga. Mayli. Endi prosta bu hech ramga sig'adigan narsa emas-da. Mayli, tashqi ishlar vazirligini ham chetga qo'yib qo'ying. Narbayevasi nima qilib o'tiribdi? Deputatlari nima qilib o'tiribdi? Shuncha hech kim eshitmabdi, mayli, uning nimasi ko'p ekan, ishi ko'p ekan, o'zini nima qila olmas ekan. Boshqa tirik zot bu yo'qmi hokimiyatda? Deputat deganlari bor. Qani ular? Bosh vazir degan bir nonxo'r bor. Kiyovlar bor 100 mingga kimnidir nimasini sotib oladigan. Nimaga ular chiqib aytmaydi? Mana shunchalik o'shalar olyapti, mayli xalqqa hech narsa bo'lmasa, bularni bu milliardlar oshyapti narsa, ikkita kiyov, ikkita qiz, ana og'zini kerib hali bir tirancha bo'lgan qizi paloncha, pistoncha prezidentlar bilan uchrashib yurgan. Qayerda sana o Saida? Yo'q, endi bu yerda bitta nozik tomonlar chiqyapti-da, o'sha kiyov ham, Otabek ham dumi o'sha Ramzonga borib taqalyapti. Uni buyrug'ini bajargan otish Komil Allamjonovni otish bo'yicha buyruq Ramzon tomonidan kelgan, ikkita odamni yo'q qilish va bir qandaydir teatr bo'lib unday
yo'q bo'lib ketdi-da. Lekin Ramzan 3 marta ultimatum qo'ydi O'zbekistonga. Yig'ishtir bu Karam Sho'rvayni. Hech kim, na tashqi ishlar vaziri, na prezident administratsiyasi bunga javob bermadi. Bu katta bu agar bu o'risni boyagi Sharikov yoki Bo'mish ko'chada yurgan bir sandiroqlab yurgan bunga benzin sarflamaslik kerak deyishyapti-da go'yoki. Abuchi Ramzan bu davlat rahbari. Ya unga yapolmaydi, unga bular yapolmaydi. Unga bular yapolmaydi. Nima sabab? Sabab bilmaysiz sababini. Nima? U bular hammasi Mirzayevni o'sha nimasi bilan Mirzayevni holatiga qaraydi. Mirzayev qo'lini mana qilib o'tiradi, kuchukcha o'sha u to'g'ri aytdi bir hisobda, agar bunday olganda shunday qilib boradi, o'shandan xulosa qilib aytyapti bu. Prezident o'zini o'shandan ko'rsatyapti. Bironta o'zbek Xolobariga o'xshab o'zini ko'rsatyapti. O'shandan olib bu hozir xalqqa aytyapti. Это козел, если он слышит меня. Мы не собака. Один у нас собака есть, который вот так, то заберите его. Да, вот который есть, который, да? Он может слышать этот. Тот, который, да, русский, тот, который русский, могут слышать. У нас есть один собака, вы его заберите себе, а? Он нашего народа надоел. Если возможно, заберите его. Boshqa hech narsa deyolmaymiz-da. Katta rahmat. Bugun osh zo'r bo'ldi, lekin bizdan oshni ham nima bo'lmay oldiroq qo'yib berganingiz o'sha osh ham bo'lmas nimaga. Yo'q, oshni ko'rsatishni istamadim. Sababi odamlarning g'ashi kelyapti, tamshanib o'tiribsiz degan gaplarni aytishyapti. Sizlar yeyapsizlar, biz yemayapmiz degan gaplarni ham yozishgan kommentariyalarda. Bergan bo'lsangiz, biz och o'tiribmiz, ovqat yeyapsiz degan. Ha, unda choy ichib o'tiramiz, nima qilamiz? Choy ichyapmiz, lekin astag'firullah, endi bu mana shunaqa gaplar.